Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatildi. 21-bob. Qadrdon Asad Arva Zulayla Xotanga kelganga 20 kundan oshdi. Lekin Abbas to'xtadi. O'smarxonlar kelmay 5-oyning 12-kunidagi to'y orqaga surilmoqda edi. Asad Arvahning chekishi, har xil satanglarni o'ynashi, esil kiyinishi qadrdonning bo'lib, uningga ortilib olgan edi. Hozir qadrdon quruq so'lat bola saygiyanga aylanib hech nimasi qolmadi. Xotanga mang'an kuni Mehribonga 30 mingni berib, o'zi to'y qilish uchun 20 mingni olib keldi. Hozir uningdan 10 ming so'mdek xashlanib tugadi. Qadrdonning Xiroyinga o'ginib qolganligini anglagan Obul Hasan O'rimchi bankasida qolgan pul cheklarini elib olishdan sirt, uni saygiylikdan qoldirib, maoshini to'xtatdi. Qadrdon rasmiylashtirdik degan tinglago deb so'rab edi. Obul Hasan islohot davrida hattoki oliy maktabni bitirishimi to'xtamliq bo'ldi. Rasmiylashish mavjud emas deb gapni uzatdi. Obul Hasanning bunday qilishimi o'zi mas'ul bo'lgan yoshlar binosining taqdiri uchun edi. Chunki Xiroyin chekkan odamning qo'lidan har balo kelganligini hamma biladi. Hozir qadrdon saygiyarlik xizmatida, bankadagi pullarida, xotandagi zaminlarda, chiroyli lada mashinasidan ayrildi. Eng oxirgi 200 ming so'mni Husnarxon elib oldi. Faqat uning ko'nglini sham chiroylik yurt xazinasi, do'stlikdagi uy ham suyimlik ayoli Mehribon edi. Qadrdon Husnarxondagi 200 ming so'mning gapini qilib boqmoqchi bo'ldi, lekin yoltaydi. Chunki Husnarxondan iborat Seriq Chayon Xotandagi jinoiy ishlar soqchi atratining boshlig'i Oblipes bilan birlashib qadrdonni so'ltib etishdan yanmaydi. Qadrdon Husnarxon bilan Oblipesning o'rtasidagi sirliq munosabatga hayron bo'ladi. Oblipes O'rimchiga borsa, Husnarxonning jannat ne'matlari oshxonasini topadi. Husnarxon Xotanga keldimi? Oblipesning ishxonasida paydo bo'ladi. Qadrdon Xotanga kelgan 20 necha kun ichida Oblipes 2 qatim kelib, Asad Arvahdan Husnarxonning qachon kelganligini so'rashdi qildi. Ular Xotanga kelib, Abbas Bo'jonning uyiga tushgandan keyin Qadrdon bilan Asad Arvahga Xayrgul maxsus bir hujurni jabdib berdi. Zulay bo'lsa, tibbiy maktabda o'qiyotgan Gulnurning yatqida yotadi. Mana endi Asad Arvah o'zikning yoqut ko'zdek bir qiz bilan tanishib qoldim. Men uning bilan cho'qim to'y qilaman deb haftadan beri naladidir qo'nib, uyga oz keladigan bo'lib oldi. Ammo puli tugagan hamon qadrdonni g'ajash uchun yetib keladi. Mana bugunmi Asad Arvah qadrdonni qiziq darvozadagi bir oshxonaga chaqirib, yeliqi yoqut ko'zni tanishtirdi. To'y deb yaqin tutmoqdan boshqa chora yo'q. Xiroyin chekkanlikki odam odamiylikni, g'ururni, vijdonni oq tutunda eritib etib, pastkash, chuknan, odamiylik, erlik xislatlardan ayrilib qolamdi deymi? Eliqi yoqut ko'z, Asadning ulfatlari bo'lgan qimirvoz Ahad Tolka, Emir Uchbarmoq, Umar G'altakla qadrdon har qatim kelganda so'lab beradigan ruhiya edi. Lekin Asad Arvah qizni mening suyimlik farishtam Osiya deb tanishtirdi. Shuningga qaraganda Osiya qadrdondan asli ismini yo'shirganligi aniqlanib turadi. Kechda Asad Arvah qaytib kelganda qadrdon o'zining bo'lg'isi qiynakisini ogohlantirdi. Asadga, o qizni unutib kel. Sen hargiz qo'p kelmaydi. Osiyaning chiroyligiga paylamay qizg'inatamsa? Ne bilan deydigansa, Osiyaning jamiyati nomi yaxshi emas. Xotin olsang ko'chadan ol. Tuzib olish o'zingda degan gapni olmaganmi? Qo'yg'ina, undaq moz gaplaringni.
Osiya uningga loyiq qizlarni emas tursa. Konila, o'g'rini tutsang meli bilan, zinoxo'rni tutsang jufti bilan to't debdiki. Sen uning bir erning ostida yotganligini ko'rganman? Men bu ko'rmagan. Qadrdon do'doqlab ketdi. Biroq nomi yaxshi emasligini anglagan. Qadrdon, anglaganning hammasi rost bo'lgan bo'lsa, bu dunyoda birmi ishonchli odam topilmas. Bo'ldi qo'ya. Uxla. Qadrdon yotgan bo'lsin uyqusi kelmadi. Asad arva Osiyani haqiqiy yaxshi ko'rib, ömürlük jufti hamroh qilish uchun olmaydi. Chunki har qanday xiroin chekuvchilar yo'shirmay, hech kimdan tap tortmay, nomusini qayirib qo'yib, birinchi xotinim xiroin deyalaydi. Asad arva Osiyani o'zining xiroin bilan ta'minlashining orqa ta'minotchisi qilish uchun oladi. Hatta Guangzhouga kirib, turmaga tutib berib, o'zi Xinjiangga qochib kelishi mumkin edi. Eliqim Mojanning Axtar Nisaga siz ishq salgan qiz yigitlardan nechisi tutilib, qanchisi kesilib ketdi, bir pay koringiz bo'lmagan. Bu so'ltakka ajab o'chki yog'laringiz erib ketdi degan so'zdilla ularning niyati aniqli to'lmadi. Qadrdon, atisi Osiyani izlab ketib, madaniyat yurtining kichik beg'iga boshlab kelib, Semut o'rindiqlarning birida o'ltirdi. O, gapini na'dan boshlashni bilolmay, oyog'i uchiga qarab o'ltirib ketdi. Shundaqdimi, loyiq tanlashning umrlik ish ekanligi, birdamlik qizg'inlik va havas orqasidan manganda eng og'ir fojiali qismatlarga duch kelib, abadil abad pushaymon iskanjisiga bo'g'ilib qoldiganligini aytdi. Ammo ko'ngliga o'rimchi ishtiyoqi chirmishib olgan bu qizga Qadrdonning gaplari xuddi eshakning qo'liqiga satar chag'andek anglandi. Qadrdon, kundashlik qilmayotgansiz? Dedi Osiya hayosizlik bilan hiyjib. Bir chaqlardagi ishlar, yo'lda ketib etib parcha pul uchrab qolgandek gaplar. U hargiz ikkimizning bir-birimizga paylamig'idek yaxshi ko'rish yoki muhabbatdan derak bermaydi. Shunga nola vazuha so'zlab, sardamni qaynatmang. Men sizning taqdiringizdan ansirayapman. Asad meni xotin qilmay, hapli qilib yutib olmaydigan bu. Umudimi xatarlik. To'da odam qo'rqatmang. Osiya qo'lini silkidi. Bizdek sesxnoma pur ketgan qizlarga er chiqmig'i osanmi? Endi odamlarning sepiga qitilib oladigan bo'ldim deb xush bo'lsam, nimadir gaplarni qiladi. Odamning qo'ltiqini terlatib. Qadrdon Osiyaning osonlikcha voz kechmaydiganligini bilgandan keyin O'snarxon, Axtar Nisa, Asad arvohlarning qandoq odamlar ekanligini da'vatdi. Osiya bir qiyinchilik gap qilmay, bir chog'dala beshini ko'tarib, xat deb qo'ydi. Nimaga xat deysiz? Qadrdon hech nimani uqolmagan edi. Ular bilan urushmoqchimi? Men sizdan ansirayotganim, sizni Guangzhouga olib borib, shu yerning turmunlariga tashlab bermasa bo'ladi-ku. Men bu ishlarni aniqlab taqsam bo'lg'adak. Agar bu gaplarni mening deganligimni deb solsangiz, mendan ranjiman. Nima demoqchisiz? Ikkimiz o'rtasidagi ishlarni deyishga majbur bo'laman. O chaqda Asad ikkovlarning o'rtasidagi munosabatni tabiiy holda uziladi. Mushundaq ifloslikni qilasizmi? Siz aqlli qiz, dedi Qadrdon gapni miqqaqqandek qilib. Asad mening qiynakam bo'ladi. O, sen mening yomon gapimni qilsang-ku deb yoqamdan olsa, sizda pekma. Men o'zimni oqlashim kerakmi emasmi? Bo'ldi. Sizning ismingizni chiqarmay aniqlayman. Qadrdon bilan Osiya so'zlashib 3 kun o'tganda O'snarxon bilan Oboq to'xti keldi. Ular Tambog'dagi o'zlarining uyiga tushdi. Orliqda shaharga kirib, Abbos Xayrigullar bilan maslahatlashib,
to'y kunini 5-oyning 23-kuniga bekitdi. Ammo o kuni Asad arvoh Tombog'dagi uyiga chiqib, O'smarxonga dardini to'kib yig'layotdi. Chunki u oldingi kuni Osiya bilan suhbatlashib, bakmi umidsizlikka tushib qolgan edi. O qiz bo'lmasin mayli deb ko'nglimga olmasam, lekin sizlar xiroyin sotadigansizlar deb qo'shqinga o'tirib oldi. Qiz bo'lmasa texi yaxshi. Ashundaqlari ishonchlik bo'ladi. Nemish desak, mening qiz emasligimni yuzimga solmadi deb xo'shligida toza sodiqlik bilan ishlaydi emasmi? O'smarxonning cheqiri ko'zlari olaydi. Uning ustiga sen uni hunarga selib, orliqdan chekidig'ingni topsa, shundaqmi? O qizni atlatin boshlabga. Men ikki og'iz gap qilib qo'yay. Asad arvoh atsi tushlar bilan Osiyani boshlab keldi. O'smarxon qizni ko'rib, oq seriq, yalpi yuzi xuddi oftob parastak echilib ketdi. Oy xudoyim, dunyoda bir tal ativorliq yolg'iz o'g'limning guli kelib qopti emasmi? Anish. Tomochning o'zi kelya bu manta. O'smarxon Osiyaning bosh ko'zlarini silab, peshonasiga shapildab so'ydi. Anlasam, Asadjonga bir nimadan depsa. Bundaq har rang-sarang gaplarni nereden anladın? Xaqladin. Qaysi xaqlar o? O'chqariq degani. Bir ikki qatim restoranda to'y bo'lganda Asadjon bilan birga turg'unimni ko'rganlar so'rabdi. Men deb bersam, atrofimdagilar ashundoq deyishdi. Ularni tanimamsan? Yo'qay, tanishmayman. Tova qildim, tova. Biz o xudiyum degan narsani ko'rib baxmasak. Ana, xudiyum emas, xiroyan. Asadning qasdan tushuntirishdan Osiya og'zini tutib kulib-etdi. Ismini mi bilmaydi ekansa, undaq desang, xalqlar masxir qiladi. Shu emasmi? Unasa qarimi, qizilmi, chiparmi uqmasak. Mana endi eshimda yo'q purchaq, to'qimda nima chiqsin degandek, ma'u gapning chiqqini ko'raymi? Hay. Biz xalqning eskiligi, ko'rilmasligi qachon o'tigar? Namrat bo'lsang, qumi echilib qopti, voy deb kulishayotgan. Boy bo'lsang, xudiyumchi, atgaschi, parxo'r deb g'ajishayotgan. Bo'pti qizim. Sen ashu o'sak gaplarga ishongan bo'lsang, bir tal yolg'izimga xotandan qiz chiqmay qolmas. Aeroplanga selib, Urumchiga podshohning malikidek ep ketamini. Yo'qay ana. Osiya Urumchining gapini olib, darhollik ximiga yondi. Men shu Asadjonga xalqlarning gapini deb berdim. Men ishongani so'raymi? Agar ko'rsang, qizim, ko'zlaringga ishonmay qolsa. O'smarxon Osiyani ko'zga ko'rinmas yiplar bilan bog'lamoqda edi. Xuddi aeroplanning qanotidek yo'g'on taxtidagi O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasi degan oltin yolitilgan xat 5 kunlik yerdan par paqirab turdi. Aeroplanda podshohning malikisidek Urumchi ketayotgan manzara ko'z oldiga kelib olgan Osiya birdamda qadrdonning gaplarini unutdi. O bo'lg'usi eri Asad arvoh bilan bir taxsidan lag'ma yeb shaharga kirdi. Ular kinoxonlarni aralab madaniyat yurti oldiga keldi. E'lon taxtasiga yozilgan chet elning muhabbat kinosi e'lonini ko'rib, Sinalg'u xoniga kirayli deb turishi. Yo'lning u chetida ittik ketayotgan qadrdonni ko'rib qoldi. Osiya chaqiraylimi deyishi. Asad bo'ldilar o'zimiz kirayli deb Sinalg'u xoniga kirib ketdi. Qadrdon oldirash qadamlar bilan pochtxonaga kirib, Urumchi do'stlik yo'li do'qinishidagi haroq, tamaka, so'g'uq ichimlik sotadigan bodkaning xo'jayini Vanguling degan cho'konga telefon qildi.
bu cho'kanning onasi ziqqi kesili bo'lib, ba'zida nafas ololmay ko'zlari oliyib ketadi. Qadrdon ikki qatim uning onasini havo armiya doktorxonasi va xalq doktorxonalariga kechida mashinasiz olib qo'ygan edi. Uning bo'tqa tijorati sirtida ommaviy telefon mulozimati bor edi. Qadrdon ishonchli holda uningga murojaat qildi. Vay, va'dadanmi? Men Qadrdon. Biz qut xazinasi. Mehribonni chaqirib qo'ysangiz. Men yarim soatdan keyin yana telefon qilaman. Shundoq. Sizni avval qilgan bo'ldimi? Ma'qul. Qadrdon soatiga qarab qo'yib, pochtxonaning telefon kutish uyining o'rindig'ida o'tirdi. U pat-patla qo'l soatiga qarab qo'yadi. Ko'nglida Van adam xalt ko'chada ikki minib ketyotdi. Ana, bino hovlisiga kirdi. Ana, ikkinchi qavatga chiqib, eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Tahoy, qo'yiq kirpiklar orasida ko'zlar davomat xumarlashib turadigan yeliqi muloyim qiz bo'sig'ida ko'rindi. Qadrdon ana shundoq xiyoliy tarazlar bilan yarim soatni tasdi to'shqizdi. O, Mehribonning ovozini anglashga taqozo bo'lib, telefon trubkasini qo'liga oldi. Ondan nomerlarni bir-birlab bosdi. Vay, Mehribonmi? Bo'ldi, yig'lama. Siz yig'lasangiz, men beyoron bo'lib ketganman. Salomatligingiz qanday? Dadamning-chi? Vay, Qadrdon. Dadam pek xop qilib ketyapti. Qadrdon sana cho'qim jeq pul qo'yib qo'ydi deb kunduli meni qistaydi. Mehribon, hargiz ahmoqlik qilib beribsan menga. Bir qatimni bersangiz, pulda deb kundi sizni avvatchilik soladi. Bek qistab kelsa, ko'ktat, choy, tuzg'i tushliq 300 so'mni qo'yib qo'ydi deb turavelang. Qadrdon, siz qaytib kelsangiz yaxshi bo'ladi. Dadam sizdan tap-tortadi. Men sizni xotirjam qilish uchun telefon berdim. O'smarxon, Oboq to'xtalar keldi. To'y 23-yillar bo'lmoqchi. Biroq dadam bilan onam to'ydan keyin xotinda tursan deyotdi. Agar sal hayol bo'lib qolsam, umidsizlanmang. Yig'lamang. Men cho'qim borman. Meni sevib qo'yma. Qandoq sevma? Turibqiga sevsangiz anglayman. Anladingizmi? Anladim, rahmat. Men sizga davomli telefon qilaman. Xo'sh. Darvaqa, Kavobchi Obobakri qizining yemak ishmiki, kiyim kechki, turmush chiqimlaridan qutulgan bo'lsin. Yanıla kavobchilikdan topgan pulini kunda 2 qatim chekkidak xiroyinga yetkazolmay, qizi Mehribonga tovon tashlab, ortilib olgan edi. Eli pul ber desa, eli Qadrdonning Guangjudan elib kelgan oq tamakisini menga achiqib deb qistaydi. Mehribon qancha qatim "Jenim dada, mening xafa bo'lganligimni bilib, Qadrdon undaq narsani uyga akirmaydi" desimi, yanıla bezanlik qilib turib oladi. Obobakri mushu kunlarda pat-patli masbub qilib, qizining uyida qo'nib qolgan bo'lib oldi. Tun nisbida g'alati shapila qulqiga kirib qolgan Mehribon yumshoq gelimga yalong oyoq tasib, mehmonxonaga chiqib, dadasining o'milab yurib divan, cho'ng ishkab, tiklimi soat, issiq sovuq havo tangshigish, hatto tom ishkablari ichini og'tirib yurganligini ko'rib qoldi. Shunga Mehribon 29 ming so'mlik chekni ish kiyimiga yonchiq tikib, shu yerda kech-kunduz o'zidan ayrimadi. Hajlash uchun elib qo'ygan 1000 so'm pulni qora choy qutisining ostiga selaverdi. Bir qarg'an odam aynik qochidagi qora choyni aniq ko'ra oladi. Lekin
tegideki pul ko'rinmaydi. Bir kuni Abu Bakr pul bermasang uydan chiqmayman deb mehmonxonaning o'ttirsida yetib oldi. Mehribon uningga qancha yerinib boqsimi, u kajlik qilib o'rnidan turmadi. Shunga Mehribon uningga qadrdon tomoq rasxoti uchun 300 so'm qo'yib qo'ygan. Choy, tuz, ko'ktat elib uningdan 230 so'm qoldi. Shuni beray. Endi mening shu vaqt tomoqimni sen bersa. Deyishi Abu Bakr yotgan yeridan xuddi burga chiqib olgandek chachirab turib ketdi. Voy, men 230 so'm pulga xalqning xotinini qanchalik boqmana? O o'g'ri yeng olgan xotini bilan jahonning payzini surib kanday qolsa, seni yana boqamdan o'tib boram yere. Azimi bir. Canım dada, siz undat emasdingiz. O'sha mujiz sizni nimalarga aylantirib o'tdi? Siz o'z bolasiga tasdiq qiladigan, bolasining yegan ishkini bilan hisoblashadigan odamdingiz. Siz onam hayot chog'larida qandoq dadidingiz? Hep bayramlarda bizni bolachilarga olib o'yin tatdingiz. Bozordan olgan yangi kiyimlarni onamga kiygizib, uni quchoqlab ko'tirgancha aynak oldiga elib kelatdingiz. Meni to'gi toyloq qilib na'nalarga opiratdingiz. Qani shu odimligingiz, qani shu pok iymoningiz na'larga yo'qoldi. Mening aşı suyimlik dadam. İşik bosuğusuğu berip boğan Abu Bakr işikki yölengenice hörkirep yığıldı. Canım kızı, bu benim ihtiyarım emas. Ben kaçan kişinin dahil oldum. Özümü yittirip koydum. Onu çekmesem ben şu fani dünyanın özünde dozak azabını dağıtımı. Xumarım rasaya tutkanda iki şipartı bilen beni çalıgan basımız. Bek oranta kurban ettim. Abu Bakr sen türlüp çıkıp gitti. Mehribon yum yaş dökünüce Xudoga nağlı kıldı. Ah Xudo. Barliq bala qazalarning oshquchi bo'lgan shu qabohatni dunyoga opriydi qilgan maxluqni jazola. Yetti do'zax azobida qiyma. Uning kunlari 18 ming olam osmonida to'zib ketsin. Mehribon Kuyimchan dadisining hozirgi mal'ulligini, o'zi yaxshi ko'rgan erining jim yetib neychi bilan oqish isni so'mirganligini ko'rganda kechicha ana shundoq Allohga iltijo qilish, kimdandir qarg'ab tillash bilan ko'ngliga taskin topadi. Xayriyat. Mehribon degandek Abu Bakr Kuyimchan oq ko'ngil bir sodda ota edi. Hozir u oq uchun ota-onasi, hatto farzandining qinini ichadigan yovuzga aylandi. O erlik hem otılık gururunun üstüge siyip durup, öz kızını qadrdonning uyiga akirib berdi. Bir chirayliq, umoq hem kichik bir qizni bir bo'ytoqning qo'yniga tashlab bersa, nima ishlarning yuz berishini bilmam-da. Bildi. Bilib turib qoldi. Ashu la'nati oq tutun uchun. Yenim yaxshi. Bu ikki o'smirning niyat iqbolining xolisligidan Allah ularni baldırı uçurashtirib, dil rishtalarni oldin bog'lab qo'ygan edi. Shunga bu kichik notivan xorlanmadi. Aksiya, hurmat to'spi ulug'landi. İmanı pok har qanday banda Allohning nazaridan chetda qolmaydi. Shunga donishmanlarimiz xud xazinasi. Sen aziz etgan qulingni xor etilmaydi o kishi. Sen agar xor aylasang, her joyga borsa xor kishi deb ahli insonlarga bishorat bergan edi. Mehribonning eri qadrdonni chopsamroq qaytib keling deyishidagi sabab u rostilla dadisidan qo'rqib qolgan edi.
uning xumori tutqanda o'zining nima qilayotganligini, og'zidan qandoq gap chiqayotganligini bilmaydi. Hatto mehribonning do'lisidan ittirib, "Mang, pul top, teningni sat, tan degan qanchalik nemati? Odam o'lsa bir siqim to'pon deb yerlarda yumulaydi, cherqiraydi. Og'zidan ko'pik qaynatib xorqiraydi. Agar shundoq chog'larda qo'liga pichoq yoki chaydo chiqib qolsa, bolam demay chanishi yoki o'zini o'ltirib olishi to'g'ri gap edi. Hatto u o'ziga yaxshilik qilgan qadrdonini g'oyibonisiga tanlab, kasab bozorda bir ko'shikka olg'usiz qilib etadi. Albatta, qadrdon Xroyning xumorining yomonligini biladi. Shunga u dastlabda ichi og'rib yaxshilik qilgan bo'lsa, keyinchi mehribondan ansirab qoldi. Holiga bakmay Xroyinga o'ginib qolgan bu kavobchi xumori tutganda qizining ko'kini setishi, o'g'irlik, bulanchilik, hatto qotillik qilishi to'g'ri gap edi. Shunga qadrdon uni Xroyin bilan ta'minlab turdi. Qizimizning ish haqqi deb yonchiqig'i pat-pat pul sep qo'ydi. Ammo buni chekkan odam vahshiy qonxo'r bo'lib qolmay, bara-bara qori ko'ngil, batniyat bo'lib ketadi ekan. Hozir Abu Bakrning fikri xiyoli qizi mehribon o'tirgan 140 kvadrat metrlik uy ham uning ichidagi 40-50 ming so'mlik besotda qolgan edi. Agar qadrdon o'tirgan aeroplan osmonda portlab ketsa, uning teni kuyib, kulimi qolmasa, tushgan avtobusi tog'dan yumilab, necha 100 metr hang ostida bir do'y kuyunga aylansa, pah, nima degan yaxshi bo'ladi-da. O chog'da buni 280 ming so'mlik uy, Hangjuning qapartma gullik bir yurish gilamlari, Yaponiyaning 35 diyumlik televizori, to'nglatqu, oliy darajali kir olg'u, issiq sovuq havo tangshigish, hayratlik divan, o'rindiq, necha hujurdagi qimmat baholiq chet el jabduqlari. Alah sharingni. Osmondan tushgandakla alomat qo'bu. Necha yil o'ngda yetib, cheksangmi yetib oshidi. Niyati buzilgan Abu Bakri pat-pat qizining uyiga kelib, divanda o'tirganicha hamma nimani ko'ngilda detlab chiqardi. O'jira oshxona uylaridagi jabduqlarni baholaydi. U ashunda qilgan siri qadrdonga texmi o'sh bo'lib ketyotdi. Mana qadrdonning Xotanga ketganiga 2 oydan eshib qoldi. Balkim uning qaynonalarini qaytib kelgandi. Agar ular qadrdonning Xroyin chekadiganligini ham sotadiganligini bilib qolsa, cho'qim qizini ajrashtirib olib, qadrdonni so'yitib yetishi mumkin. Xroyin zahridan aqlni yo'qotgan Abu Bakri nashkash bangining xom xiyollarini to'liq qilib, cho'qqisidagi chalon sochlarini tushib, peshonasidan gadangicha taqirlashib ketdi. O bir kuni maylishib ketgan shilabisini cho'kirib kiyib, O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasiga bordi. Bu tush vaqti bo'lg'achqa xaridorlar ko'p edi. Abu Bakri bir tahsil lag'nan buyurtib qo'yib, bir bulungda o'tirdi. O kasada o'tirgan O'snarxonning so'rlik holrang yolti yuziga, chekib olgan ko'p-ko'p inchki qoshlariga, ochiq bir chiqin chiqayotgan chiqir ko'zlariga qarab tinish yurgandi. Ichida Azrailning tuki bormi bu xotunda? Nemanch so'rlik deb o'yladi. Oshxonada 20 necha yoshlik bir yigit bilan chiroyliqqina bir cho'kan xaridorlarga tamoq to'shib, cheni qochlarni yig'ib yuratdi. O'snarxon pat-patla bo'ynini so'zib vaqiraydi. "Hey Asiya! Nima azmangmisiz? Mehmonlarga aysuya chiqib. To'xtamiyaz. Yeni mehmonlar chaqirmoqsa. Ha, shiralan surta. Bu azmi qota.
Tova ma Asiyani adam bir qo'lni ishga qilolmayotsa, aynakka qarab qishini yemiryaptimi? Bo'ldaymi? To'xpiqi, juvaynimak. Asiya tumshug'ini ushlab, nimalarnidir g'udunishib yugurib yuradi. Abu Bakr Asiya Husnarxonning qizi. Xizmatchisi yoki kiyimi ekanligini bilinmadi. Lekin u qiz akilib bergan bir taqsir lag'manni og'ziga to'ldirib tiqib sumirishga boshladi. Tushdagi qatlangchilik o'tib ketishi bilan oshxonada xaridorlar selikib qoldi. Bara-bara oshxonada Husnarxon ham mulozimlardan boshqa odam qolmadi. So'yib qolgan osh suyini azminlik bilan ichib bo'lgan Abu Bakr sal do'karoq dumbisini qismoqdek egib peshtoqta oldiga kelib lag'manning pulini to'ladi. Ondan atrofga bir qarab etib Husnarxonga bo'ynini so'zdi. Xo'jayin, mashada qadrdan degan egiz, chiroyliqqina bir bola bormi? Dedi Abu Bakr past ovozda. Uni mashad deb anglagan. Onunda nima ishlari bor edi? Husnarxonning qo'shimlari bir yerga yig'ildi. O mening kuyog'im bo'ladi. Shundaqmi? Apla, maoshni ko'ring. Qandoq bo'lib u qazzab sizning kuyog'ingdir bo'lib qolgandi? Voy, sadi nima ishdi? To'la tiling chaynamay, kash-kash gap qilmamsa. Husnarxon jiddiylashdi. Ha, degina. Men xiroyni davomli shuningdan olatdim. Abu Bakr do'du qildi. U o'tganda mendan xili jiq pul elib, qiynanandan elib berman. Uningda qanchalik xiroyindisi bor degan edi. Husnarxonning chiroyi totirib ketdi. Bu ko'rimsiz aypang dök hukumatning ayg'oqchisimi yoki qo'rqoq silib oradan nab oladigan soxtipaz qo'ymuchimi? Ajab qadrdonni to'niydi ekan. Ham oshxonning ishki sirdan xabari bor ekan. To'xta. Bu o'g'ri nimandiq dakki-dukki ichib turganda. Ko'z qarchiqlari pildirlab bir yerda to'xtamaydi. Turqumi to'xu o'g'risidek ansiz ko'rindi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar bizni ham oshxonamizni chekib beqish uchun kelgan bo'lishi mumkin. Shunga unutmag'idek bir umr yodida qolg'idek adibini berish kerak. Ay Kazim, Asad, to'xtamaysiz. Qanisizlar? Husnarxonning ovozida qandoqdir bir vahimini sezgan mulozimlar yangri turilgan holda paydo bo'ldi. Mono yekan to'g'risi bizni xiroyinchi deb ko'ryapti. Nima qarab turibsizlar? Ish oshxonning ichida boshlanib ketdi. Ur, tab, dassala bilan yumilib, o'minib sirtqa chiqqan Abu Bakr voyjon deyishga ulgurolmay qoldi. Birdamdala qosh qopoqlari yerilib, og'zi burunlari qonab, kang yo'lning u qanotidagi musofirlar mehmonxonasi tarafga yugurib o'tib oldi. Ammo qarchig'idek tikilib turgan Husnarxon ochiqida hali ham hosirab turardi. Xotinning kelgandan buyon uning kayfiyati chigish edi. To'yni qilmay, bir oxunini akirib nikoh qilibla o'g'liga chetib qo'ygan Osiya bir necha kunlardan beri munguz chiqarib olgan bo'lib, ko'ngli oromida qo'ymay yotadi. U cho'ng to'y qilaman, zibu-zinnat elib bermadi. Yo'lda turishni qilsaldi. Ayrim uy tutib bermadi deb eri Asad arvoh bilan urushib, qiynanisiga botmab yuradi. Uningsizmi Amroq qizi Zul'ayni ko'rgisi kelib jeli bo'lib turgan Husnarxon uchun Osiyaning yo'lsizliklari xuddi dadisininkidan onasining uzrab ketgandekla ochiqini keltirdi. Bo'libmi, oshxonning ishlarini epi-jepi bilan boshqaradigan, oyog'i tez, qo'li chaqqan, ko'zi ittik Zul'ayning qarab turib xalqning ilkiga o'tib ketganligidan ichi tortiladi. Tarabba berib ajrashtirib olay desa,
tutqudek sapoq, ilim urvog'idek bahoni sabab yo'q. Hozir qadrdon degan divanning hech orzulug'idek yeri qolmadi. Uning burunqi hayvisi, hurmat inovatlari, so'lat obro'ylari, bankidagi pul pichaklari to'zg'oqdek to'zib, tala majnun potlisidek nalagdir uchib ketdi. O'smarxon ana ashundoq bangidek garam yurgan edi. O'lganning ustiga chiqib tepgandek, mono yekan to'g'isi Aypanvoshning silida xiroyin jiqkan deb biljitlab yurganini ko'rmandigan. Apla. Bu ablahning orqasiga odam sep qo'yg'iliq ekan. Bo'lmasa, uning uyini ko'rib olsimi? Ba'zi xatarlarning oldini og'ilib bo'ladi emasmi? Xat. O, yana bir qatim paydo bo'lsin qani. Sendek Aypanvosh do'qqa bo'zak bo'ladigan O'smarxon tex tug'ilmadi. Bilqut xazinasi. O'smarxon ana shundoq kimni chaqsam bo'larkan deydigan ushuk harisi bo'lib oldi. Bo'libmi, Guangzhoudagi qizi Axtar Nisoning 500 ming so'mlik melining musodara qilinishi O'smarxonni necha 10 qavatlik nom-manfaat, shon-shuhrat binosidan tashlab o'tgandek bo'ldi. Shunga u gezi kelsa qadrdonnimi, muni satan kilinnimi chaynab purkivatkisi keladi. Ana shundoq bo'ruqturmulik ichida yana 2 hafta o'tib ketdi. Osiyaning kunning-kunga chiroyi echilmay, g'o'tildigan edi. Taqti taq bo'lgan O'smarxon bir kuni o'g'ilni chaqirib akirib, tanavini tortdi. "Ey Lamzilla, muni satan jalatunga tetamsa yo'q. Yoki bir nimasini ikki pari qilib o'tmanmi?" O'smarxonning og'zidan tükürükler chachirdi. O meni jeli qilib o'ldirmoqchimi? Ana, u kunduli men bilan urushidi. Ajirshib xotanga ketaman deydi. Bas meniki uning. Sizlar xiroyin atkatsizkansizlar deydi-ku. Biz uning qiz chiqmaganligini eg'iz olmasak, qara bu shapaqchining haddidan oshqinni. Ona, hattoki Emir Ushquloq, Umar G'altaklarning gapiga qolganda, qadrdon har qatim xotanga borganda, Osiya bilan mehmonxonada birga yetibdi-ku. Nima? O'smarxonning ko'zlari chachirab chiqib ketgandek bo'lib chaqchaydi. Sen nima uqding? Qadrdon bilan Zulayning to'yida eliqi qimavazlar chaqchaq qilgan bo'lib, Osiyani olsang jafo topmaysa, qadrdon allaqachon san osonlik so'zdirib qo'ygan deyishdi. To'ydan keyin Emir 3 barmoqdan so'rsam, roskipin qildi. Ma'qul. O'smarxon hosir edi. Mana. Jalton chaqira. Asad ishik bosuvsiz turibla varqirgan edi. Osiya oshxonadan yugurib chiqib, cho'ng hujraga kirdi. Lekin u, meni nima qila olaysan? Har qaysingning tepang tumuri mening qo'limda degandek qapoqlarini suzib, kalpuklarini metaldatib, nalardir singayan qarab turardi. "Hey, sen bizning xiroyin atkatsiz ekanligimizni na'din kelgan?" dedi O'smarxon ustalga paqqida urib. "Buni sana kim dedi?" "Xaqla shundoq degan." "Xaqla shundoq dedimi yoki qadrdonmi?" O'smarxon nuqtak qadaldi. Agar raskat qilmaydi ekansa, mening qo'limdan har balo keladi. Rost, men Osiyaning ko'zlari g'ilpalladi. To'ydagi xaqlardan anglagan edim. Asad? O'smarxonning varqirishidan Asad cho'chib ketdi. Qadrdon sana nuri degan bo'lsa, padishahning yer tetib, mushu jarastonda u chiqdi. Qadrdon menga, sen bilan tuqqan bo'lib qoldik. Osiya buzuq qiz. Men bilan bir qancha qatim birga yotgan.
uni olsang bo'lmaydi deb eslatgan edi. Yolg'on. U tuhmat qildi. Ish qimarmas. Seni mehmonxonada so'lab berganimni yolg'onmi? Yolg'on. Sen nima uchun qiz emas? Sayohatga chiqqanda otdan qattiq yiqilib, qizliqim buzilgan. Qo'limda doktorning xati bor. Doktorning xati bor? O'smarxon dimiqin qaqdi. Doktorning quchqig'iga leppida bir chiqsang, unda xatdan 10 qilib berdi, uqdingmi? Bo'pti. Balam Asad. Bu ketimen disketsin. Lekin bir şart bor. Qanday shartlar bo'lsa desizlar. Osiya xo'shlig'ida qizirib ketdi. Men ma'qul dey. Sen Xotanga borgandan keyin meni undaq qiynadi ey, bundaq eg'ir ish qildi ey deb datlab berishing aniq. Bizning jamiyatda hurmat inoatimiz bor oila. Yo'q, men hargiz unutmayman. Bo'pti. Sen demigining bilan haqlar gap topadi. 2 oy mutqa ishlatilib, qo'g'il yetibdi. O'g'li buzilib, boshqa xotin tepibdi. O'smarxon patqizmabdi degandek gaplar terilib ketadi. Shunga seni doktorxonaga olib borib tekshirtma. Nima ish qildi? Osiya totirib ketdi. Menga kasal bo'lmasa, sening andaman otdan yiqilib yirtildimi yoki bir g'arish patangni yirtildimi? Shuni aniqlaymiz. Doktorlar birla tekshirib aniqlab beradi. Undan keyin xotanga bilib berib, ota-onangga, qo'shni qo'shnilarga, do'stlaringga doktorning xatini ko'rsatamiz. Shunlar ular bizdan ko'rmaydigan bo'ladi. Shunda qilsak, lilla bo'la. Voy Xudoyim, meni uylanib olsin demoqchimi? Uylanib olmoqchimi? Undaqda texmo rasvatchilik qilsa. Ota-onang el mahalla ichida bosh ko'tarmay mangu la'nat nafratga qoladi. Chunki Osiyani doktorxon tekshirtmoqchi bo'pti-ku. O'ylabdi desa, haqlar nima deb o'ylab qola? Gapimning tashdan tushundingmi? Asad bolam, o'zing pul chiq. Osiyani tekshirtib kelamiz. Yo'q ana, men to'qiyaptimi? Ana Osiya yig'lab soldi. Qadrdon har qaysilarini xiroin atkazchilari O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasi ko'rinishda oshxona bo'lgan bilan amaliyotda xiroin tarqitish, setish o'rni sizni Guangzhouga akirib turmaga tutib beradi degandek jiq gaplarni qilishga men ishinib ketibdiman. Yaxshi o'yla. Ketsanmi, ketmasanmi? Ko'tingning tajimini jup yumuna qisib, ondan javob ber. Mana chiqa. Osiya chiqib ketdi. Ona bola ikkisi og'zini tutib pixildab kelishdi. Ya Allah ana. Azroilga dars berdi, kallan bacımı sende. Dedi Asad opsidan zo'qindi. Birdamda yilikdek yumshatding ha? Endi xotanga bir berish to'g'ri keldi. O'smarxon asta pichirladi. Bumi ras ipini kelgan. Xotanga nima ish qilamiz ona? Sul ayni ajrashtirg'ili. Ular to'y qilg'ili endi 2 oy bo'lgan bo'lsa, 2 kun bo'lgan taqdirdami? Qat'iy ajrashtirib olaman. Nima ish qildi? Mengisini siva mutmut. Shuni tiyi yetamidingmi? O'smarxon Asadning peshonasini o'qidi. Birinchidan qadrdan sening xotining atidan to'sa. Ikkinchidan
o bizni siyasi jihatdan sesitdi. Endilikda o bizning yanada kuyug'limiz bo'lsa, xatarlikmi emas bu? O'smarxon o'rnidan turib eshik tarafga mangdi. To'g'ri, bu tarafiga sal qarg'il bo'lmaydi-ku. Asad nimadandir ishkilandi. Ona, agar Osiyo qechib ketsa qanday qilamiz? Aytavang. O'smarxon o'g'liga sinoyan qaradi. Shuningdek aqli yetmadimi? Onunga hiliqi hunarni o'g'itib qo'ysang, bo'sig'idan ketmagan itdek hech yerga boramaydi. O'yan aqlsiz madikar. Bu g'alati suhbatdan 3 kun o'tganda g'azab o'g'isini ichgan O'smarxon Xotanga yurib ketdi. Bilik shirkatida ovozga ilinib, Bilik to'rda anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.